Assalomu alaykum. Bugun 6-fevral 2026-yil. Ko'chatlarimiz ildizlari joylashib oldi. Yo'qotish yo'q, bitta ham. Ildizlar joylashib hali suv berilgani yo'q edi. Bugun endi Xudo xolisa birinchi suvni beramiz oziqa bilan. Oziqasiga keladigan bo'lsak, kalsiy nitrat beraman. 1,5 mingta ko'chatga 2 kilo kalsiy nitrat. Keyin Rival 600-700 gram beraman. Bu aminokislotali stimulyator. Oziqa sifatida ham ketadi, juda yaxshi. Endi bargidan kalmak, kalsiy, magniyli tarkib suyug'i. Keyin bunga ham shu 150 ml Rivaldan qo'shib sepaman. Keyingi sepishda amofos. Bu amofos shu suyuq fosfor. Bunga ham keyingi sepishda Rivaldan qo'shib sepaman 150 gram. Keyingisida oziqasida mana bu Roter mikrobiotikniki. Idish kattaroq quyib berdi. Bundan keyin temir keyingisida, keyingi oziqasida mana shu ikkalasi beriladi. Ildizni yaxshi rivojlantiradi. Rival, bu amofos, keyin mana bu Roter. Fosforli oziqa juda muhim. Shu Roter tarkibida 30% organikadan tashqari trichoderma harzanium bor, trichoderma viride bor. Keyin har xil foydali zamburug'lar bor. Ildizga yaxshi ishlab beradi. Turli xil zamburug'li kasalliklarga ham yaxshi ishlab beradi, qarshi. O'tgan videoda bir dehqon akamiz mana shu mulcha qilib yopganingiz nematodani yaxshi rivojlantirib beradi degan fikr beribdi. Nematoda bizni teplisida yo'q bir dona ham. Avval bor edi, 2-3 yil oldin nematodani yo'q qilganman. Nematodani bir mavsum yoki bir marta zahar bilan qanaqadir biologik bir marta yondashuv bilan yechib bo'lmaydi. Nematodaga kompleks yondashuv kerak, ya'ni kamida bir 2-3 usul bilan yo'q qilsa bo'ladi. Biz nima qilganmiz? Saratonda bodring bor edi. Bodringni olgandan orqasidan yerni katta ag'darib, suv berib, ustiga selofan bilan yopib, hamma furchkalarni yopib chiqqanmiz. Ana shu holda kamida 2 hafta yo 20 kun tursa, yerda harorati ancha ko'tariladi-da, keyin 70-80% gacha yo'q qiladi nematodani. Birinchi o'rinda tuxum lichinkalarini yo'q qiladi, o'ziga ham ta'siri bo'ladi, yaxshiroq ko'tarilsa harorat. Endi yana bir yechimi trichoderma tarkibli
tirik zamburug'dan berib borish kerak. Masalan, Anguzalda plantastema bor, trichoderma tarkibli yoki mana shu mikrobiotikning roterida ham buni quyib olib keldim-da, endi ichida yozuvlari bor edi. Bu roter tarkibida ham boya aytganimdek, trichoderma harzanium, trichoderma viride bor, keyin Bacillus subtilis degan bakteriya bor, foydali bakteriya. Bu bakteriya ildizni himoya qiladi nematodidan. Boyagi trichoderma harzanium, trichoderma viride u ham yaxshi ishlab beradi nematodiga qarshi. Faqat buni berish tartibi bor, berish qoidalari bor. Ko'pchilik ishlatgandir trichodermalar. Ko'pchilikdan ham eshitganman. Foyda qilmagan degan. Foyda qilmay, ko'proq zaharlardan foydalanadi ko'p dehqonlar. Zaharlarni umuman tavsiya qilmasdim, ayniqsa aksamil tarkibli zaharlar. Aksamil tarkibli zaharlarga nimalar kiradi? Masalan, ko'pchilik biladi, Vidat bor, 25% aksamil tarkibga ega, juda kuchli zahar. Vayomil bor. Ular masalan bodringga berilganda bodring tana bo'ylab so'riladida hosillarga o'tadi. Hosilini iste'molidan insonlarda turli xil juda ham og'ir kasalliklar shakllanadi, sekin-sekin. Masalan, oshqozon ichak raki, turli xil onkologik og'ir kasalliklar shakllantiradi. Ayniqsa yosh bolalarda ham, kattalarda ham. Masalan, biz boshida beramiz, hali hosilga kirmagan degan fikr, chalg'ish fikr bor dehqonlarda. Berilganda 45-50 kunda chiqib ketadi zahar. 45-50 kungacha necha marta bozorga chiqib sotishadi. Keyin agraptekalarda 1 marta emas, 3 marta quyish tavsiya qilinadi. Bu degani deyarli to'liq zaharlangan, zararlangan bodring sotishingizga to'g'ri keladi. Ular ham 100% yechim emas. Chunki har yili, har mavsum quyishadi dehqonlar. 1 marta quyib o'ldirib yuboradimi desa, yo'q, o'ldirmaydi. Shuning uchun juda xavfli. Uni tavsiya qilmasdim. Bu roter shu trichoderma tarkibli preparatlarni berish qoidasi shundan iboratki, agraptekaga borgan payti uni saqlash sharoitini ko'rish kerak. Keyin qadog'i ochilmagan bo'lishi kerak. Ochilib havo bilan reaksiyaga kirishadi-da, keyin yopib qo'ygan bilan ham oylab sotishi mumkin agraptekadagilar. U ochilgandan keyin 1 marta srog o'tib qoladi uni. Havo bilan reaksiyaga kirishgandan keyin srogi kamayadi. To'g'ri saqlangan taqdirda ham 1 oyga tushadi-da. Yana asosiy berish tartibi bu ishlatayotgan suvingizda tarkibida xlor bo'lmasligi kerak. Mana vodokanallarda inson sog'ligi uchun xavfsizroq dozada xlor qo'shadi. Boshqa zamburug' bakteriyalarni o'ldirish uchun. Lekin ana shu zamburug' bakteriyalarga ta'sir qilib qo'yadi. Insonga xavfsizroq doza bo'lgani bilan ularni o'ldirib qo'yadi. Tarkibidagi trichoderma bacilluslarda. Shunaqa suv bo'lgan ma'qul. Keyin suvni tarkibi ham juda muhim. pH bilan isisi muhim. Isi sho'rlik darajasi, isisi 1200-1500 bo'lgani yaxshi. pH esa qancha kam bo'lsa kislotali bo'ladi, qancha yuqori bo'lsa ishqoriy suv hisoblanadi. pH 6 dan 7 gacha bo'lgani ma'qul. Agar suvni shunaqa qilib turib, boyagi saqlash qoidalariga rioya qilingan bo'lsa, aniq yaxshi ishlab beradi. 10-15 kunda berib turish kerak. Shundagina yaxshi natija beradi. Masalan, keyingi berishlarda ham mana fitosparin beramiz. Fitosparin ham tarkibini o'qilsa, tarkibida shu
Bacillus subtilis degan bakteriya bor, foydali bakteriya. Endi buning ham poddelkalari ko'p-da, poddelkalari ko'p. E'tibor berilsa bu yerda mana pugovkasi ham ishlatilgan selofanlari ham sifatli, yozuvlari tiniq, ixcham, o'lchamlari ham mana bu yerlarda ham ortiqcha kattaliklar yo'q. Poddelkalarda katta bo'ladi, besunaqay bo'ladi idishi ham. Asosiy farq qiladigan joylardan yana bittasi qalbakisida Phytophthora deb yozilgan bo'ladi. Bu yerda Phytophthorosa deb yozilgan. Keyin yana bitta asosiy farqi mana bu yerda partiya raqami, ishlab chiqarilgan kun, oy, sana yozilgan. Haqiqiysida bu originali. Originalida qora yozuv bilan kichikroq bir qator yoziladi. Poddelkasida bir ko'k bo'ladida katta kichkina yoziladi. Bu originalda shtrix kodlari bor. Ishlab chiqaruvchining email adreslari, telefon nomerlari. Endi yana bu yerlarda ham farqlari bor. Mana shu originali bo'ladi. Originaldan olish kerak. Originaldan olinsa yaxshi ishlab beradi. Nematodadan ham himoya qiladi. Nematodadan himoya qiladi. Berish tartibi ham boyagi trichoderma bergandek berilishi kerak bu ham. Yana bir muhim jihati trichodermalar ham, buni tarkibidagi Bacillus subtilis bakteriyasi ham nafaqat nematodadan, boshqa turli xil zamburug'li kasalliklardan ham, bakterial zamburug'li patogen zamburug'lardan ham yaxshi himoya qilib beradi. Undan tashqari yerdagi berayotgan ozuqalarni ham yana ham parchalab beradi. Masalan, kalsiy nitrat berilganda yoki empika biron bir berilganda yoki kaliy nitrat, magniy nitrat berilganda yoki sulfatlar berilgan payti bular o'zi yaxshi ishlangan 70% gacha 60-70% gacha o'zlashtiriladi o'simlik tomonidan. Lekin boyagi bu foydali bakteriya zamburug'lar berilganda bular bu empika nitratlarni yana ham parchalab beradi. 90-95% gacha ko'taradi o'simlik tomonidan o'zlashtirilishini. Shu tomoni bor, to'g'ri berilganda faqat. Bizni suvimiz ham pH sal balandroq. Afsuski, issiqsi ham sal balandroq. Shuning uchun bularni ko'proq berib boramiz. Endi dozasini ko'paytmagan holda vaqti masalan 10 kunda bir berib borilsa yaxshi natija bo'ladi. Bizda hozircha shular. Bizni kuzatishda davom eting. Keyin pomidor boshqa kasalliklari, mavzulari ko'ramiz. Hozircha havomiz bulutli, ancha salqin. Shunda ham tepadan обязательно har kuni havo berish kerak. Turli xil zamburug'li kasalliklar rivojlanmasligi uchun ochib qo'yganmiz. Bizda hozircha shular.